Urganch City'nin mazasini kaçırgan O'zbekiston massivindamiz biz. Qarang, ko'rib turganingizdek 10 etajga dom. 10 etajga domimizda subsidiya, birlamchiya, xalasangiz naqd pul ko'p-ku. Bosib beradigan yerindagi kvartiralar. Bir-biridan farq etadigan kvartiralar, ya'ni planirovkasi. Keling shuni ichan tarafidan o'lchab ko'raman. Hozir sizga podyezdni ko'rsataman, dim boshqacha. Ko'rib turganingizdek, podyezga girish eshigingiz ham o'zgacha. Urganch City'da ko'rmaysiz bu narsani. Kodli, hech kim, lishniy odam girib chiqmaydi. Girganingizdan podyezdingizni o'zi bir boshqacha bo'lib turibdi. Ertaga to'y tomosha etganingizdan ham chaqirsangiz mehmonlaringizni uyaltirib qo'ymaydigan dom. Bir de pajajinning, ya'ni o'zlaringiz chiqib tushadigan, ertaga bir kun remont etsangiz, girzoy, yukli liftimiz ham bor. Xalasangiz, bu yerdan yuklaringizni ko'tarib chiqarasizdan, bu tarafdan o'zingiz chiqib boraverasiz. Ya'ni qiynalib o'tirmaysiz. Liftimiz ham chiroyli, o'zgacha liftlar. Podyezd o'zim aytib turibdi. Kvartiramizning ichkiligini. İkinci etaja chiqamiz. İkinci etaja chiqganimizdan qarang. Podyezdni o'zini balkoni bor. Buna ne deysiz? Ertaga bugun to'y tomosha etganingizda erkaklar jo'ra chiqib sigaret chekib tursa, yarashli bo'ladi podyezdda emas. Podyezdimizda davom etadigan bo'lsak, podyezdimiz ko'rganingizdek chapa va o'ng'a. Har etajda 9 xo'jalik bor. Bir de bir xonali, ikki xonali kvartiralarimiz bor. Keling, shu kvartirani ko'rib chiqamiz. Ko'rganingizdek, kvartiramiz polniy akartilingan ham yerimiz. Bu kvartiramiz ikki xonali ekan. Chap qo'limizda sanuzeli, do'rimizda kuxnisi, bu tarafimizda esa spalnisi. Spalnisidan doğru terasa chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni terasa kattagina terasani ko'rib turganingizdek, shöyle ustal ko'rsatib, bemalol ibidan kuxnidan zavtırklarınızı chiqib yeyib o'tirsangiz bo'ladi. Bu tarafda avtoturargohlar ham qo'yilgan. Pastingiz do'kon bo'ladi. Birinchi etaj 100% ham yerimiz do'kon hisoblanadi. Keling, bu tarafdan kuxnisini ko'ramiz. Kuxnidan ham to'g'ri terasa chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni issiq so'q turbalari katta kotelniy bilan isitiladi. Bu tarafimiz zalimiz bo'ladi. Ya'ni kattagina zal. Aynalari, eshiklari aynali. Bu yerdan to'g'ri terasa chiqib ketasiz. Ajoyib kvartiralar. Terasali kvartiralarimiz 88 kvadratdan 98 kvadratgacha bor ekan. Yana bir xonali ham bor. 67 metr kvadrat terasali. Ya'ni shu kvartiramiz kelganingizda sanuzeli, bu tarafimizda kuxnisi, aynasi ham boshqa qaragan ekan. Bu ham shu kommunikatsiya o'tgan. Bu tarafda yagona bo'lgan xonasi. Bundan terasasi bor. Terasasi o'zgacha. Boshqacha. Chiqasiz, o'zi bir xona bo'lib turibdi, ko'rganingizdek. Bu taraf aylanib ketgan. Bu yoqimiz balkon, bu yoqimiz terasa. Ne deydi? 67 metr kvadrat. Ko'rib turganingizdek. Unda Abdul Azamdan meni telefon tutdi bana. Keling, endi yana bir kvartirani ko'rsataman sizga. Bu kvartiradan chiqqanimizdan shu 10 qo'ldagi kvartirani ko'radigan bo'lsak, bu kvartiramiz yana ham boshqacha. Ko'rib turganingizdek, bu kvartiramiz bir xonali, ya'ni studiya qilib tayyorlangan. Ishidan xalasangiz bu yerdan bo'lib berasiz, xohlasangiz bu yerdan shishalatib, kupilni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu tarafda xalasangiz kuxni joylashtirasiz, bu yana bu tarafga kuxni joylashtirsangiz bo'ladi ekan, kommunikatsiyalar bu yerda joylashgan. Buni ham balkoni bor. Turganingizdek, balkon ham ulug'gina balkon. Kichkina balkon narsaning o'zi yo'q. Oyda desk ploshatkalardan tayyorlangan, bu tarafdan o'zini desk ploshatkalari hamma narsasi bo'ladi. Xullas, kvartiramiz 10 etajga domimizda kvartiralarimiz bor. Bu tarafdagi kvartiralarimiz yana boshqacha, ulg'in, kattagina. Bu tarafda kuxnisi, bu tarafda sanuzeli ulug'ligini qarang. Yana katta sanuzelimiz bor. Bu tarafdagi xonasi ham kattagina xona. Bundan terasasi kichkina emas. Yine katta terasa. El tarafga qarab turibdi. Xullas, aytib o'tganimning kvadrat metrlari terasalarimiz 88 kvadratdan 98 kvadratgacha ikki xonali. Bir dona bor ekan, terasali bir xonali 67 metr kvadrat. Keyin bundan yuqoridagi o'sha 3-chi, 4-chi, 5-chi etajdagi va 9-chi etajgacha bo'lgan kvartiralarimizni kvadrat metrlari esa 77 metr.88, ya'ni 78 metr kvadratdan 83 metr kvadratgacha ikki xonalimiz. Bir xonalimiz esa 42 metr kvadratdan 57 metr kvadratgacha bor. Pulni oladigan bo'lsak, yuqoriga ko'tarilgan sayin puli arzonlab boradi. Ya'ni
6,5 milyon so'm puldan boshlanadi, 7,5 milyon so'm pulacha kvadrat metrlarimiz. Agar bu kvartiralarimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Aytib o'tganimning subsidiya, birlamchiya, o'qituvchilar subsidiyasi, xalosos naqd pula xarid qilsangiz bo'ladi. Sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlari telefon qiling, bizga aloqaga chiqing. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lib qo'ygan, sizdan chiqarmang.